Adresimiz Jizzax shahar Sharof Rashidov tumaniga. Xitoy variantdagi rolikli darvozamizni 1 kvadrat metrini $100 dan $200 tayyorlab beryapmiz. Darvozamizning qulaylik tomonlari ikkala yon tomonga ochiladi. Qani Ulug'bek. Hovlimizga mana bu ikkita mashina shunday qo'yganda nishit bermaydigan holatda bo'ladi. Ko'cha tomonda kelayotgan mashinalarga ham uzil-kesil xalaqit bermaydi. Otilish holatlari ikkita qanot birgalikda bu tomonga, narigi qanoti esa bu tomonga ochiladi. O'tgan safar juda ham ko'pchilik yosh bolalar ochib bekita oladim degan fikrlar bo'ldi. Bu fikrlarga ochib bekilishlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Qani o'zi ichkari tomonga o'tib ochib bekitib. Bo'ldi. Materiallarga keladigan bo'lsak, materiallarimiz 8 ga 4 profildan, chekka tomonlari 10 ga 5 shvillerdan bo'ldi. Listlarimiz 2 lik listdan chiroyli lazerlardan fasollarni chiqarib, o'rtasi nijvinka steklovata qo'yilgan, ikkinchi qavat, uchinchi qavatiga esa orqa tomondan tekis qilib list bosilgan. Ochilish holatlari, orqa tomonlarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Orqa holatlari juda ham ideal, tekis holatda chiqdi. Kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.